O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligida Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining rektori bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Uchrashuvda Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining Toshkent shahridagi filiali faoliyatini samarali tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Muhokama doirasida ularda, ya'ni pedagoglarni qayta tayyorlash, ularni hozir bu boradagi olib borayotgan faoliyati va bu kundagi shu yil mavsumida boshlangan ta'lim sifatiga katta urg'u berildi. Ya'ni Rossiyadan pedagoglarni ko'proq jalb etish masalasi yana qo'yildi va bu borada klaster tizimini shakllantirish. Ya'ni qanday pedagoglar bu yerda o'z faoliyatini olib borayotganda yana bir yo'nalishi bizning kollejlarimizda ham, bizning boshqa ta'lim tizimidagi ishlayotgan xodimlarimizni bevosita malakasini oshirish masalasi ham qo'yildi. Uchrashuvlar davomida Maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin Rossiya Federatsiyasi Xalq ta'limi vazirligiga pedagog xodimlarni tayyorlash, malakasini oshirish va ijtimoiy ta'minlash bo'yicha atroflicha ma'lumotlar berdi. Shuningdek, uchrashuvda Respublika Maktabgacha ta'lim tizimi pedagog tarbiyachilarini malakasini oshirish, universitetdagi rossiyalik pedagoglarni ko'proq jalb etish va boshqa masalalar yuzasidan kelishib olindi. Bundan tashqari rektor tomonidan bir qancha takliflar berildi. Ya'ni Toshkent filialidagi kutubxonasini yanada boyitish. Bu yerda ikki transh usulida kitoblar kelishi aytildi. Ya'ni 5-noyabrga qadar birinchi mavsumi bo'lsa, yilning oxiriga qarab yana ikkinchi mavsumda kitoblar olib kelinadi va bu bilan birgalikda bu yerdagi kutubxona boyitiladi. Muzokaralar yakunida Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining Toshkent shahridagi filialida ta'lim jarayonini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar muhokama qilindi.